Usta hormang. Salomat bo'ling. Katta juda chiroyli chiqibdi-ya bunisi. Razmeri qanaqa buni? Eniga 90, bo'yiga 1.40. Ha, uzunligi 1.50, eniga 90, balandligi esa 1.40 ekan. Juda chiroyli chiqibdi. Mana bu yerlar nimasi? Bular. Go'ngini olgani yashilari. Ha, mana go'ngini tortib, tozalab yana tiqib qo'yish mumkin ekan. Mana juda chiroyli qilib tayyorlab qo'yilibdi. Balonlari ham bor ekan buni. Ha, yetalab yurilaverar ekan-da. Ha, yaxshi. Bu ichkarisi nimasi buni? Mana qishlik uchun spalni xonalari, issiqlik. Ha, issiqqina yotishaveradi tovuqlar, ha. Ha, buni katayda qilibsiz-ku, tuxum qiladigan joyi qayerda buni? Mana bu yerda tuxum joylari. Ya, buni ham o'ylab mana qo'yib ketgansizlar, ha. Ha, mana ichida tuxum qiladigan, tuxum oladigan eshikchalari, vodostoykalari, mana tarnoblari. Mana usta bolaga mana bitta like bosadiganlar bormi? Like bosib kommentariyaga omad deb yozib qo'yasizlar. Bundan da qiziq, bundan da chiroyli kaptar katak, tovuq kataylarimiz bilan sizlarni tanishtirib boramiz.